Agar yana 1-2 oy shu ketishda ketganimda, yuzimni dabdala qilarkanman de. Kuz fasli kelayotgani uchun yuzimni bitta chiska qildirib yuboraydi. Baron oldiga kelganimda aytgan gaplari ozgina meni qo'rqitdi. Yo'q, Xonipa, yuzingiz ham shunaqa darajada tozalaydimi? Yuzingizni dabdala qilibsiz ko'p. Terini baryeriga shikast yetkazib qo'yibsiz. Teringizni juda ham yo'qolashtirib, chuvstvительный qilib tashlabsiz dedilar. Men esa hayrondaman. Lekin oxirgi paytda o'zim ham sezayotgandim. Chunki yuzim qurib, tozalagan paytimda ozgina achish bo'layotgandi. Endi bilsam, men haddan tashqari tozalashni oshirib yuboribman. Shu sababdan bu safar faqatgina chiska qilamiz va tinchlantiruvchi, namlantiruvchi maskalar qilib beraman dedilar. Va nihoyat mana chiskani boshladik va yuzimni yumshatib beruvchi nimadir surdi. Qaranglar, shuni o'zida yuzlarim qizarib ketdi. Endi bu narsani bo'lishiga yana bitta sabab kuzgi havo bo'ldi. Birdaniga sovuq tushgani uchun любой teri qurishni boshlaydi. Yuzlarimni yaxshilab tozalaganlaridan keyin ketma-ket kislorodniy, yumshatuvchi, namlantiruvchi va ozuqa beruvchi har xil maskalarni qilishni boshladilar. Va bu maskalarni olish jarayonida yuzlarimni yaxshi bo'layotganini his qildim va yuzlarim ancha tinchlandi. Shuning uchun qizlar, uy sharoitida yuzingizga o'xot qilayotganingizda